Jasur akam bilan Nargizaxonni baxtiga sog' bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Mana shu uylarga o'zing barakangni yog'dirib qo'ygin. G'am ko'rishmasin. Doimo qalblarida xursandchilik bo'lib yuraversin. Biz ham oqibatimiz yo'qolmasin. Endi 2 yilda kelmaylik. Tez ko'rishib turaylik. Bular borsin. Biz kelaylik. Doimo xursandchilik bo'lib to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Xushkepsizlar. Ha qizlar, yurishlarmi eshitib? Uydagilar yaxshimi? So'rab qo'yishdi hammasi. Nima gaplar o'zlaringda? Tinch omon yuribsizlarmi? Biz Toshkentda haliga bir yozdingiz-ku, Moskvadan ligimda. Rasm so'rab. Men yozdimmi? Yangi nomer olib tashladim. Ha, yangi nomer oldim. İşlemeyle nomer verip koyuyorsun. İşlemedi ekan. Men pensiyaga chiqib ketguncha telefon qilyapman, ketmayapti. Yo'q, eski nomerim ishlab qoldi keyin. Ha, uni o'chirib qo'ydim. barakalla. Ana aldaman turishadi bizni. Assalomu alaykum. Albatta. Endi ustoz kelarmadi. Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Bolalaringiz tinchmi? Yaxshi hammalari Yaxshi so'rab olishdi. bo'lsin. Yaxshi ishlarni olib boryapsiz. Alloh rozi bo'lsin. Tashabbus turing, Ko'rib rahmat. xursand bo'lyapmiz. Rahmat. Anvar akam kelaman deganda endi Xudo xolasa. Xafa bo'ldik. 3 kundan beri aldi edi-da bizni. Mana bor, ana bu. Bugun ham tuxumga odamlar kelib qo'ygan ekan, uzoqdan kelayotgan ekan. Endi odamga va'da qilib qo'ygan-ku. Borib kelib turib, men o'zim bo'lsa ham boraman. Qizlarimni olib bo'lsa ham boraman. Biz rasoatlanamiz to'g'risi. Anvar tog'am O'zbekistonda o'qib kelmadimi? Yo'q, uyga mehmon kelib qoldi-da. Bizda ulug' mehmon yo'q bo'lsa kerak. Endi bir kun bostirib kelardi o'zi. Qo'yimiz xafa bo'lganimiz. Yo'q, biz Abdumalik hoji akamiz kelganimizdan xursandmizmi, xursand emasmizmi? Xursand. Asad, Anvar akam hali Shuronaxonni yoniga borsa ham Anvar akam hatto so'rashaveradi. Mana o'zingiz ayting videoda Anvar akamga ayting. Kelmasangiz xafa bo'lamiz Anvar tog'a. 1-2 marta bo'loshiga kelibdi. Shu pullardan eshitib qoldim. Eshitdingizmi? Biz yonimizga kelmaganiga xafa bo'ldik. Bir qadam joyga kelmagan. Ha. Oqibat qilmabdi. To'g'ri. Halilarda oqib ketdik, oqib. Hech biz ham chachimizni olib Anvarjonga o'xshab keldik. Sal. Yo'q, siz kal bo'lmaganda oqibatli bo'ling. Men chachimni Xudo olib qo'ysa nima qilay? Meni qo'g'irchog'imga o'xshab. Sarshaga o'xshab kal. Ashu rasmlarni ko'ribman yaqinda turibdi-kan hali ham. Turibdi? Turibdi. Qo'g'irchog'im ham tirik hali. Tirikmi? Hali hayot. O'shanaqa qalaysiz? Yaxshi. Qur'onlarni o'qiyapsizmi? Ha, shu men o'qishga ketgandan keyin hamma narsa to'xtadi-da, videolar ham YouTube'dagi o'sha kanalimizni ham yurgizmay Billa boshlaymiz. Meniki ham bundan battar. Ha, lekin siz chiqarib turibsiz har holda. Men endi kelib hikmatda chiqardim Biz video. yangilanib ketgani uchun tushunmay qoldik-da. Sizlar kelsanglar Esimizdan ham chiqib ketdi, video qilmay qo'yganimizga qanday qilish, nimalar. Xudo xolasa nima bo'ladi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Shukrona qiznikiga bordinglar? Ha, salom aytib aytdik, ha. Ancha sog'ligi yaxshimi? Ha, nima yotibdi ekan, turmayapti ekan. Haliyammi? Ha, Nima bu? Sashani akasi. Ko'chib ketyapti. Buni bor ekan. Buni bor ekan. Ishimon desam. Kim bu? Menga tashlab qo'yding. Hazman, ha, Voyga o'zgardimi? O'z kasbini o'zgartirdi. O'z kasbini o'zgartirdi. Oldin hazillashmasdi-da. Anvar akam yo'q bo'lganini bildirmayapman-da. Bizlar ko'rishganda yuribdi yaxshi. Ha. Bizlar videolarda ko'rib turibdi. Ovoldi. Belgilangan bor edi. Kim u? Nima qilyapsiz? Bu kim o'yinchoq o'zi? Ikkovlarniki ham bir xil ekanmi? Ikkovimizniki ham bor. Talashib ketishmasin deb bittadan olib keladi hamma. Kim bu? Divan olib ketyapti-yu. Besi og'ir odam. Kim edi? Yo'q, otamjon aka shunaqa semirib ketganmi?
Yo, yangilik qilib Dilmurod aka sepilib ketdi. Lekin vale. Bu Anvar tog'ay bu katta qo'lidan. Boshidan Gapirichi. boshini uchinchi. Qornini qara. Kulmaydi-ku. Torg'izdek. Torg'iz. Kel boshini. Bo'ldi kulolning tashingda. Boshida turibdi. Kuling. Ana boshi keldi. Hozir uchamiz ham mana shu 3 kishi kelganmizmi? Uchamiz ham boshimiz Kelmasizlar. Ha. Hali kimlar dedi men kelman. Bo'ldi kulolning tashingda. Sabr qilmasdan. Divan qimmat bo'lyapti. Yaxshi yomonlab olmabsiz. Men yomonlab oldimmi? Ketamiz qilamiz. Bo'ynim olib ketdi. Kulol bo'ynim olib ketdi. Tuzimizda, qarangizlar. Qarasa tuzimizda. Yaxshi. Voy, rahmat, o'zdan qaraysizlar. Juda jimjigan. Bo'yinlarni olib ketdi, kulol. Bormisiz? Indamay turdim demay. U terlab ketdi o'zi. Qaraysizlar? Yaxshi, Tuzimizlar, o'zingizdan. bormizlar. Rahmat, ha. Menga o'sha lo'millab qolsam kelalaymi? Ha? Lo'millab kelalayapmiz. Voy. Toshkentda yurganim bilindi-da, Ha? yaxshi yeyish. Tuzimizlar o'qishlar qalay? Zo'r. Yaxshimisizchi? Zo'r ishda Zer- yuribman. Qayerda ishlayapsiz? Zerikdim, sizlar kelmay qo'ydinglar. Ha, endi davlat ishida ishlayapti deyishuvdi. Qo'ydi. Qayerda ishlayapsiz? Jamiyatda ko'zozlar jamiyatida buloq boshida. Nima ish qilyapsiz? Yetakchi mutaxassis. Oo. Tadbirlar qilib. shunaqa. Sizchi? Biz 3-chi Har kurs kuni qatnaysizmi? tugatdi. Ha, qachon qaytasiz? Tayyorlanganmi? Sentyabrda. Har kuni borib kelasiz. Ha, dadam kuzatib Yo'q, oladi. manaqasi sherigim kutib yoqimmi oladi. yo'q? Kulladan chiqarib oladi dadam. Sherigim kutib oladi. Keyin u opam kuzatib olsa dadam kutib oladi. Zerikmaslik uchun. Uyda o'tirish oson emas, diqqat to'p. Ashi borib kelib yurdim, bitta shopir sizni Ha. Bulovashiga keldi dedi. Aha. Bitta qiynalgan oilaga pechkalar qurib beribsiz, bizni oqlab o'tib ketibsiz. Men xafalar bo'lib ketdim. Men hozir to'g'risi biz Paxtavoddan keldik, mayda yaqin yo'lda bilmas ekanman. Kurukdan to'g'ri kezi kurukka chiqib keldik-da. Ha. Mana Bog'shamol kurukka chiqib keldik-a. Vobshe yaqin yo'l ekanda. Biz hozir aeroport tomon aylanib kelmoqchi edi. Vobshe uzoq ketar ekanda. O'rgatib qo'yishdi. Bog'shamol Kalsavoy yaqin. To'g'ri Paxtavodga nimaga chiqadi? Bir yurganimizda Aytib kelmabsizlarda dadam ketardi. Voy, dadangizdan tanimadi, telefon qilib, to'g'rimi, to'g'rimi? Tanimadim. Kim o'tib chiqdi bilasiz dedim, chiqing dedim. Sen kimsiz tanishtiring deyapti-da. Ana, so'raylar mana. 30-02mi? Yo'q, 90-91. 90 O eng eski nomer. Ovozidan tanish kerak. Eng eski nomer. Gap